Lake Isle of Leopold. Tindon talked about it so much, I feel as if I've already been there. An emerald isle set in sky blue waters. That's how he described it. And he never Qilg'ingiz ne demaganmidi? U menga faqat kelmaligining tug'ilgan kuniga qatnashsiz degandi. Qaranglar, uning gapirgan so'xtaya bo'ldi. Buningga qo'lcha qarisi deb at qo'ydim. Endi at tugiminish o'tmish bo'lib qolgan bo'ldi. Ronga! Boros! Qarg'an qo'lcha qarining rolini yana o'zgarsak bo'g'irek. O, nimiz tutak. Qaranglar. Dengiz suyu qartab ketyapti. Nimada qartab ketadi? Divi batayku. Nim dedingiz? Divi batayku. Kim efendi onun muş aralgi balay abad menbi. Aşk gözligi. Dividimi iş pişido degan edi. Aralda bir narsa ko'yayotganligini ko'rdingmi? Parvardigor. Parvardigor deganing nima Boros? Bek qo'rqinchliqga. Hozircha bu gaplarning quloqqa qo'shaqmaydi. Aka, men ko'rib boqay. İşengim kelmayotdi. Nimanda qalaymiqan so'zlaysizlar? Rolni aylantiringlar. Biz darhol ochiq dengizga mangaylik. Nimani ko'rdingiz? Dengizga o't biz taraf qarab kelyotdi. To'batsat nemish bo'pti? Agar kelbiga o't ketsa, biz tugishimiz. Sen az gap qilsang-chi, aka. Biz darhol sur'atni kuchaytirishimiz kerak. If it reaches us, we'll be smoked. Let's keep that hot thought on hold, big brother! Right now, we need full sails to catch all the wind we can! Catch the wind, man! Full speed ahead! Kemimiz herkes bir otdan kaçıp kurtulamıqdak. Biraz yaxshi gap qilsang-chi, aka. Boris, endi sening fan texnikangni ishlatadigan payt keldi. Chataq yeri fan texnika bundaq tuyuqsiz yuzbaga voqeaning hammasini ilqib ketamaydi. Nayfil, sehringizni ishga solsangiz qandaq? Meningcha jazman bo'ladi. Qo'lingizdan keladi. Ya egam, ya birim, darhol 12 bal bo'ron keltirgaysan. Ya birim, ya egam. Yana qanchalik qoldi? Yani bir minutdan keyin bu kiyme köyüp külge aylındı. Mayfil, siz jazman bo'ron chiqara olaysiz. Şu tapdır Romina qayadıdı. Anlayapman. Sizlarga deb qo'yay, o'rninglarni tepib mahkam turinglar. Ya egam, ya birim, darhol 12 bal bo'ron keltirgaysan. Ya egam, ya birim, darhol 12 bal bo'ron keltirgaysan. Bo'ron chiqdi. Mahkam tutinglar. Biz o't yalqindan o'tib ketdik.
G'alaba oldimizda, birodarlar. G'ayrat qilinglar. Mayfel. Taxas bo'ling. Endi Romina toz qo'shilgan bo'ldi. Bo'ldi. Biz Geyil Melik'e qaytib geldi. Yo'q, u kelamaydi. U at sahargacha yushirnish kerak. Shu chaqda andin kelalaydi. Men senga shu chaqcha uni izdimanglar degan-ku. Abson u 18 yoshga kirgandan keyin bekor qilindi. O saqlab turamadi. Yoshlar shundan oldiranga bo'ladi. U buni tushunmaydi. Yo'q. Valayko hargiz rayim qilmaydi. U bir tosh yurak. U bilib qasb bo'lmaydi. Dada! Gey, mening qizim. Dada! Sen hozir opangning yosh vaqtiga bakma o'xshaydi ekansan. U hayot bo'lsa, sening qaytib kelganingni ko'rgan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi-ya? U chuqum ko'rdi. Boyak çıkınla, braderler. Önkörden çıkınla. Sizler bu yedeminin haberimini kütünla. Sel durup, ben degen bu için iş başlaysızlar. Ben sizin pek mi sığındım dada? Özünü mayfıl deydiğin bir ayal bilen onun şerikleri, alileri bilen görüşümüzdeydi. Bo'pti. Ularni boshlab kir. Yak alileri, yat adamlarını orada kırgızsak bo'lmaz. Ular Dimo apandining shogirdlari. Dimo apandining havolasi bilan maxsus malikini muhofazat qilib kelgan. Hop alileri. Xush kelibsizlar. Hürmetlik alileri, ben Mayfel bulumen. Bu Dermot, kemi başlık Sendibat, Dobat, Ronga, Boris buludu. Qarshi olaman. Sizlar Samuz podshoh bilan Geyil malikning aziz mehmonlari. kechki ziyofat siz uchun o'tkazildi-ku deyman. Sizlarning kelganinglar bek yaxshi oldu. Ben bir necha hamroyim bo'lsgan deb turatdim. Tug'ilgan kun ziyofati qatnashishga biz tayyor. Yo'q. Biz yana ziyofat ustida sizga bir sovg'a taqdim qilmoqchi. Bana soğukat et geldinglarmi? O neymi soğukat tez aytinglarchi? Bo'lmaydi, biz sizni hayron qoldirmoqchi. Siz jazman yoqtirib qolasiz. Rostla. Ben cezmen yoqtiraman. 18 yaş, sizden çoğ adam bo'lib qolganingiz. Shundaq, ertadan boshlab yangi turmushga qadam qo'yman. Men boldirroq erta bo'lskan deb o'ylayaptim. Nereden geliştin itçe? Şah ordusu senin gelişinden kalmaydı. Ular bir tal marjon edip orduga kirdimi? Ular yalnız bunu uchun emas. Maliki yordandimi? Bu uning hayotiga taqildi. Marjonda uning tiltumari bor. Andish qilmang dada. Men xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Albatta shundoq.
Bunu ağzınızga silip, andın bunu içip etin. Siz onunla neyim beriniz? Karmervayet bilen tüykimizi. Bergen doğrunuz şu mu? Meleki doğru yiyen çağda başkalarının dahli kılışını xalamayım. Men hazırlık aytıp kelip. Eytinglarçı, onun Meliki'ye bergen doğrusu paydı kılar mı? Melikin doğru kutkuzamaydı. Немишқа? Vatayko onunğa epsin okup etken. O neme әпсін? Nurgun yıl ilgiri Vatayko iş... Bu araldaki en bay adamga aylandı ki men onunğa ahmaqanı bir vədi verdim. Neyim verdi? Men Geyilni onunğa yattı kılışqa maqul boldum. O çağda men Geyilnin onun baylığıdan tan bəhrman bolup, bayaçat turmuş keçirdi dep oylagandım. Keyin men onun sehirger hem vəhşiligini belip qilib vədəmdən yenib aldım. Şunun bilen o qısas erişqa qasam qilib Geyilni 18 yaşqa kirgiçe yaşayamaydı dep əpsun oqub etdi. 18 yoshga kirgan kuni Marjonni temdiyam uni tiltumoq qilib bergan, shundaqmi? Tiltumar onunğa hazırgıça pana bulup kelgandi. Men Vatayko xəp asıdı qaldı. Biz Tiltumarni qaytirib olishimiz kerak. U qayerda? Tiltumar çoqom eliq istutak qaplagan yerdə. Udul g'aribga mansanlar bir kentni ko'rsilar. Tiltumar shu yerda. Biz berib tayyorlik ko'raylik. Ondan yo'lga chiqaylik. Ben bu yerde kayıp kalay. Ben undaq efsunlarga işemeymen. Ben fakat tibbi ilimgili işinimen. Sen barliq kuchingni ishga sol Boris. Agar biz tun yerimizga qaytib kelamisak, tug'ilgan kun ziyofatini plan bo'yicha o'tkazaversangiz bo'ladi olaylar. U nega bordi? U oldi tarafni ko'rib kelsin. Ma'qul. Biz darhol mangaylik. Vaqt mangaylik. Bu adamlarga nima bo'lgandir? Nomrodlik. Bu Vataykoning Afsundan bo'lgan. Oldimizga mengayveramdiq. Yo'q. Biz azroq suv ichib olmasak bo'lmaydi. Agar birasi bizga yo'l boshlagan bo'lsa, biz Vatayko turgan joyni asali tepib olgan bo'lardik. Yaxshimisizlar? Biz sizlarga ziyon yetkazmaymiz. Biz podshoh Samusning buyrug'ini ijro qilib keldik. Bizga hech nima kerak emas. Ishkil azroq suv usli bo'ldi. Biz tezroq Vataykoni tepishimiz kerak. To'xtanglar. Biz ishkan suvning pulini to'laymiz. Agar kim bizga yo'l boshlovchi bo'lsa, men uni haq berman. Shundaqmi? Sizlarga nima kerak? Mening ismim Sindibad. Bu mening odamlarim. Mening ismim Sariya. Bularning hammasi to'qish yuraklar. Turqingizlar, botirligingiz chiqib turibdi. Nima? Sizlarga botirlar kerakmi? Siz Vataykoning hukmronligini yaxshi ko'rgan o'xshamamsiz. To'g'ri. Bu degan Samus podshohning zimini. Sehrgarning hukmronligi. Vatayko degan bir sehrgar. Hatta podshoh Vataykoga bo'ysunadi. Biz qo'zg'alib unga qarshi chiqalamizmi? Qin ayting. Biroq odam ozod chekish uchun yashamaydi-ku. Ayting, mening gapim to'g'rimi yoki xatomi? Biz yana bir muncha yo'l mangamiz. Bizga yordam qiling. Bo'lmasa, bu yerdan keting. Undaq bo'lsa, sizlarning birinchi talabinglarni o'rinlayman. Sizlar so'yishmoqchimi? Qani, mamlar menglar. Juringlar. Uning niyati durust ekan. O novchilik qilyotdi. Uni hushyor bo'lish kerak.
Onun gözleriga qarang. Beyva sirliq. Mana bu quduq. O'zinglar tatinglar. Bu quduq bek cho'nqur o'xshamamdi. Suning o'rni bekmi töven. Kelar onga biz suv tatayli. Siz yo'l boshlig'uvchi bo'lishdan qo'rqamsiz. U qanchalik ishdi? Bizni Vataykoning qishig'i boshlab boramsiz. Sizlar shuning loyiqmi emasmi qarab boqaylik. Siz buni qanday bilalaysiz? Meningcha hozirla shu fursat keladi. Sen bot, peşimdekilerin tutuşup ketdi. Leytana gapini qilma. Quduqning ichida nima bor? Suv bo'lmamdi. Suvdan boshqa yana nima bor? Vataykoning bir cho'maqchisi. Bu yerda suv bek aytva. Aytva. U cho'maqchisi nasıl neymiş qildi? U hozirlik paydo bo'ladi. Bu nima? Ayol alvasti. Nima? Odam yeydigan alvasti. Ayol qiyofasiga kiryapti. U mutbunuga gap qilolmaydi. Agar birisi suv almoqchi bo'lsa, u shu zaman paydo bo'ladi. Sen unaga yaqinlashsang, o'zini tatib aytirib suv ichganga to'yirdi. Hatto o'pganini so'qitib chiqib ketadi. Biz bir amal qilib uni yo'qotaylik. U degan alvasti. Nima bo'lsa bo'lsin. O quduqdan chiqqan ekan. Quduqni o'rib yetib, uni bostirib yetaylik. To'g'ri, shundoq qilsak u qochamaydi. Agar birasi uni akirib ketsa, qutuldirmoq tez. Shuning uchun darhol tutish kerak. Bu to'g'ri bo'ldi. Mijozinglar qandoq birodarlar? U bizni yalmab yutishdan burun biz uni quduqqa bostirib yetaylik. Sendima, meni qutuldirib eling. Runga! Bizni ziyofatga chaqirgandek shu oldi. Tata. Mana men qizim, qishingda, qadrligim. Bu nima? Zamzam suyimi? Bu degan sigancı davalash. Qamlashmagan bir ish bu. Buning nima foydasi bor? Hozir kasalni davolash muhim emasmi? Uni hayotini qutilish kerak. Sen hazır zaman ilim ehliken sende. Sen Cahankez'de aldamçı. Hürmetli alileri, eğer Melike Geyl'in davalaşqa məsul bolsam, o çağda seyir əfsunni bilmeydiğim bu. Seyir əfsunni bilmem mi? Bo'ldi, qil, pros. Bizga hozir Geylning kesilini davolash mo'y. Elbette şu da. Şonsuz benim onu toluq bir tekşirişimge ruhsat kılın. Sen Vatayko'nu kılçı düşenmeysen, ama ben onun seyir əfsunni ügelgil nurgun jıl boldu. Bırak ben medisinada okugan, anatomiya bilen immunetsiyeni obdan bilimi. Hürmetli alileri, ben bu... Dada, o bir sınab baksın, maqulda. Boris. Eğer onun kesile iğrışıp gittiğin bolsa, sen bilen hesaplışı mən. Hatırcam bol. Ben bu yerden gitmem, sen de bana muhtaç bolursan. Ötünüp qalay, meni saqaytib qo'ying. Ben tirişip görey. Aval közünüzü tekşirip bakay. Vatayko bilib qoladi. Şuna o bilib qilishdan burun qo'l silishimiz kerak. Siz bizni boshlab boramsiz. Sizlar o'lgil ketyapsizlar. Bu tunji qitimliq emas bu. Yurtdoshlar,
Endi sonun qıymınla tügüdü. Sonu kanğıç içinla. Berçolay. Berçolay. Kesili. Yaxşılangandek emas. Hazır iş kızınız gelmedi. Eğer yanım şunda kızsa, yürek sokuşu bek acizlap ketidi. Ben çıkıp biraz doğru tepkiley. Yaxşı bop qilish mumkin. Mening ahlilarga bir taklifim bor. Qani so'zla. Men o'sha darhol malakining qinini chiqarib o'tish kerak. Shu chog'da Vatekka o'qigan Absuning zahrini tugatkili bo'ladi. Ya hozir bir tomchi qon chiqag'li bo'lmaydi. Unda qisaq kasal teqimi eg'irlab ketidi. Bilamsan? Kasalning qinini chiqarib o'tish dunyodagi eng ko'p qo'llanadigan Bu davolash belgilashdan boshqa gap emas. Ahlileri, shuncha yildan beri men sizning ishonchli doktoringiz bo'lib keldim. Hozir men sizga rasmiy taklif bermoqchiman. Bunda qisaq uning o'limini tizlatgan bo'lamiz. Manga ishchining. Men bilamidim. Men qilgan nurg'un ishlar xato bo'lib chiqdi. Endi xatolassangiz bo'lmaydi. Emis ayta, qanday qilamiz? Mening usulim bo'yicha uning qizitmasini davomli pasaytirishimiz kerak. Men sirq chiqib, to'g'ri deb kelay. Hozirlik qilaman. Agar uning kesili eg'irlashib ketsa, pushaymon qilgan bilan o'rniga kelmaydi. Men ahlilarning samiga sab qo'yay. Uni darhol Vatekoga topshirib berish kerak. Agar u ayni vaqtdagi xonishga o'xshash qazo topsa, siz hech bir amal qilolmaysiz, ahlileri. Biz avcılıqdan ötüşümüz kerak. Burun bu yer bir eriqmidi? Yo'q. Bu yer burun bir cho'ng daryotdi. Qaqas tog', qaqas soy. Diyaning suyuna ketdi. Vatayko kelgandan keyin daryoning suyi qurib ketdi. U nima ish qilib? Tapdım. Ətirgül meyvesi, çinigül, tatlı ot. Oh. Nefret. Derhal verip ulanı tozu al. Temdiyandan bu mortları ne bilgen biçare. Bu nima ovoz? Bir qushning ovozi. Men av yoqqa berib qarab boqay. Sizlar meni saqlab turinglar. Hozirlik qaytib kelaman. Meningcha biz bilmasak yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa sizlarni bilib beringlar. Siz beravering. Biz saqlab turaylik. Biz uning agishib mangaylik. O bizning ko'zimizdan yer ketmasligi kerak. Biz uni birdam saqlaylik. Sana deb qo'yay. Biz ochiqchilik tursak bo'lmaydi. Bo'libmi o'ymonlik tutursak bo'lmaydi. Jazman bir cho'ng qush. Yetim qog'ining ovozi. Shumliqning alomati. Biz xurofotlik ishonsak bo'lmaydi. Maytir. O chatoq balig'ini sezdi. Uni da so'rab beqam. Nima chatoq bor ekan? Berma. Bizning ahvolimiz bexatarlik. Bizning ahvolimiz mushu. Biz bu yerdan darhol ketaylik. Sariyani tashlab ketsak bo'lmaydi. O bizni tashlab ketdi. U nega bordi? Men uni Sariyaning nerlikini bilib kel deb evetdim. Setibat, agar biz hujum uyushtirsak, bizning aldanig'imiz shu. Bilma. Vatayko qo'rg'onning g'arb tarafida. Biz darhol bu yerdan ayrilib, shega boraylik. Shu tarafga kelgan jazm qila olamsan. Bu hilqi, jitim qog'ishu.
O odam yeydiganda qiladi. Bu cho'qim Sariyaning hiylasi. Biz Sariyani tagimay. Avval nima chatoq borligini ko'rib boqaylik. Bu o'lgirni qo'g'lib olsak bo'ladi. Uning aftidan qaraganda xeyli ishtahasi bor qiladi. Yerim yaxshi dermotni katkizib tutdimi? Uning ishtahasi bunga dal bo'lamaydi. Ronga, sen oldimizda chiq. Pichoqlaringni ishqa sol. Biz qilichlarimizni planlatib uni qo'g'laylik. Yaraysa Ronga. Pichoqlaringni yangi ishlaydigan vaqt keldi. Dermot nima deydi? Sariya qechib ketibdi. Bak obdan bo'pti. Biz uni topa olmaymiz. Qandoq topamiz? Ishchi qayerdan topamiz? Qayerda? Ishchi qayerda? Oya shu. Ana. Men Samus podshohining mehmoni. Uning himoyasida turaman. Yana bir deb qo'yay. O yil odam avat men tep oldi. Menga menga muhtoj. Agar meni darhol qo'yib etmasanglar, u hayotini ayrildi. Sizlar o'nkir qaytinglar. Sen vatay qo'q deyman. Ovozingni tunib oldi. Oh, muhtaham. Biroq men yaxshi ko'raman. Bundaq odamni qiynash bahmi ko'ngillik bo'ladi. Seni qandoq o'ltarsam bo'ladi? Urib o'ltiraymi yoki qorningni yerib o'ltiraymi? İxtiyorim. Har holda ko'nglim tuzgan. Lekin maqsadingga yetamaysan. Sen do'stlarim bor demoqchimi? Men ularning obdan ishlarni qilganligini bilaman. Ular bek bardir. Donda kirdi. Sancho, ya'ni 2 yil yoshig'in. Men oldirmayman. Bu nima? Qo'yinglar bilasizlar. Qilolmaydi. Lekin is chiqayotgan bu ya Vatayko'ning koni o'zi. Darhol yo'lga chiqaylik. Hali qarong'i tushib ketdi. Sariyani qanday qilamiz? Agar u xabar yetkazgan bo'lsa, biz cho'qim yoshirin zarbaga uchraymiz. Yoshirin zarbini bilib turib, yana nimada qo'rqamiz? Shundaqmi aka? Ha. Biz ajab o'ylamabdimiz. G'alati bir narsa o'xshaydi. Bu sun'iy narsalar. Qanamsa, ishga kiraylik. Vatayko uni tazliq asfabi deydi. Uning nima roli bor? U bizning suzuq suvni avval parlandirdi. Ondan pardan qor suv chiqirdi. Qor suv? Yer ostidan chiqdi. Uni chekilgandan keyin nihoyat yaxshi moyga aylandi. U podshohlikning barliq meni kontrol qilib olgan. Hamma pristavlar uni meni setib oladi. Avval haqni deyishayli. Ondan men yo'l boshlayman. Sizlar uning amrini bulaysizlar. Haqni deyishamdiq. Biz bulanchi emas. Biz Gel malikidan tultumarni topsaqli bo'ldi. Tun yerimidan burun tepishimiz kerak. Uni nima ish qilsizlar? U malikining hayotini qutqiza oladi. Vatayko'ning afsuni yondirib yutalaydi. Endi siz bizga yordam qila olamsiz yo'q? Agar qo'rqsangiz, darhol qaytib keting. Bizga sizlar bulab ketgan tiltumar kerak. Bo'pti, amsa, jidalni o'zinglar tilab topdinglar.
Kaçыңlar! Bu yer partlaydigan bo'ldi! Hammanglar yaxshida. Siz nega bordingiz? Buni izlab qoldim. Vatayka uni sizga berdimi, ha? Yo'q. U mening tepib borganligimni zodli bilmaydi. Siz uni qanday tepib oldingiz? U menga bek ishindi. U meni ham uyimizdagi hammalarni qutuldirgan. Undaq bo'lsa siz nima ishga bizga yordam qilasiz? Bu narsa uning sehrini o'tmas qilib qo'ydi. Uning qilmagan askiliga qolmadi. Siz uning sheriga emasmidingiz? Bayam shundaqdi. Bundan ilgari o uyimdagi hammalarga hayotlik bergandi. Shunga mening boshqa yo'lim qolmadi. Men endi tushundim. U bizni shundaq izlayversa, biz hamon o'lib ketamiz. U nada? U har qanday chaqda podshoning qal'asida turdi. Hozir ulgurolmaydigan bo'ldik. Bu yer bir maxfiy yo'l bor. Men sizlarni boshlab boray. Uningga ishonsak bo'lamdi. Ishonmay amal yo'q. Onunğa dərhal doğru bereyli. Tünnes boğup qaldı. Malikijon o'zi deb qoldi. Bir necha minutlik vaqt qoldi. Borusqa ne, o doktor emasmidi? U g'oyib bo'ldi oliylari. Biz uni ko'p izladik, lekin hech dadin topamadik. Yo'q. Uni vatayko'ga bermayman. Bermayman. Onunga berish shart. Bermayman. Berishingiz shart. Onu menga bersan. Uni öldürürdünler. Beni öldürüş mümkün emas. Nima ishga boldiroq kelmaysizlar? Sirtda ozroq tomosha qildik. Vatayko qal'aning ichida. Men bilman, Hiltumarni topdik. Mablag' qaringlar bo'lsa tez beringlar, tez. Sen bana köp qarzdor. Sen mening xotinimni tatib olding. O seni asli yaxshi ko'rib baxmagan. Gelmiş undaq. Bu yaxshi ko'rish masalasi emas. Uni ko'p qatim o'ldirib o'tishim mumkin edi. Lekin men 2 ming shuncha ko'pchilik yashashiga yo'l qo'ydim. Shuning bilan birga men sening barliq zaminingni qo'lga kirgizdim. Shu o'rda men uchun eng yaxshi to'laqlama bo'la oladi. Tushundingmi? Sen kızım gelini unutup kelsanlar, hamma mal mülkümni sana berib. Yo'q. Bu meni rozi qilolmaydi. Mening eng chong orzuyim sening ko'z oldingda atvolik qizingni o'ldirish. Yo'q. Shunda qilman.
Men yol koymayman. Lekin huquq mening qo'limda. Ha? Sen de bor. Putunni midirlatamidin. Bayfet, zehrinizni isqisilar. Ben sihri gücümle yığıp seni. Moşu bu sehrima. Gepim yolg'on emas. Maliki cho'qim tun nisbida podshoning ko'z oldida jon uzidu. Endi sehrining kuchi qolmadi. Oldinga yana bir qadam mangsang, odamlarning hammasini qirib tashlayman. Endi vatek onun aksini karak kemeydi. Endi do'zax ketib ol. Dada. Kızım. Ben dedim o cezme hoş buldu. Ronga onun rolünü özgesi bağıdak. Menanca o yerim keşfiyatçı bop kaldı. Sizlar uzun qamay yo'lga chiqmoqchimi? Shundoq. Sizlar qachonlik kelsanglar qo'lim ko'ksimda. Ketçirim. İlgiri sizin düşenmep dikenme. Yak. İşkanlar tavır kıldığınlar. Nemişka? Turmuş azap bulmaslık gerek. İziliş bulu diken karşılık buludu. Ben ilgiri başkalarına setilgan. Hayatның мәнісini әмді düşendim. Rahmet sizlerge. Hay, rahmet bek çekidin işip ketmisin cumu? Yana kimini bakadın? Ben tevekkül kılışık amrak. Bunu miniş. Pek asan go. Boros bunu kaldak tuttu. Abla, bunun torbası acayip isim kebep da.